Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan ushbu tortni tayyorlanishini o'rganamiz. Orasidagi nachinkasini qulupniydan tayyorlaymiz. Xohishinglarga qarab bemalol boshqa mevalardan foydalanib tayyorlasanglar ham bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz jelatin bo'ktirib qo'yamiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz qulupniy pyuresiga shakar solib, gazga qo'yib kovlab turamiz. So'ng gazdan olib, bo'ktirilgan jelatinimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Teglari strech qilib o'ralgan qolipimizga nachinkamizni teng ikkiga bo'lib solib, morozilkaga qo'yamiz qotguncha. Endi esa tortimiz sborkasi uchun krem tayyorlab olamiz. Buning uchun tvorожный sirga saharniy pudra solib, yaxshilab mikser qilib olganimizdan so'ng, oq shokoladni eritib solib, yana mikser qilib olamiz. Oxirida esa slivkamizni solib mikser qilib olamiz. Kremimiz ham tayyor bo'ldi. Ushbu tort uchun mazali chiqadigan shifon biskvitdan foydalandim. Biskvit retseptini esa sahifalarimdan topsanglar bo'ladi. Oldingi videolarimda to'liq retsepti o'tilgan. Tortimiz sborkasini esa xuddi videoda ko'rsatilgan texnikada sborka qilamiz. Tortimiz sborkasi xuddi videoda ko'rsatilgan kabi texnikada qilinadi. Ya'ni propitka qilamiz. Krem surib olgandan so'ng nachinkamizni qo'yib, yana ustidan krem surib olamiz. Ikkinchi biskvit qo'yilgandan so'ng ham xuddi shu ish takrorlanadi. Propitka, krem va nachinka. Tortimiz sborka qilib bo'lgandan so'ng ustlarini ozgina kremlab tekislab olamiz va strechka o'rab 1 kunga xolodilnikka qo'yamiz. Ustini esa xohishga qarab bezatasizlar. Ushbu tort bezatilishi ham sahifalarimda o'tilgan.